Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tajixon onamiz bilan bog'landikmi? Ha? Ahvollaringiz yaxshimi? Menman. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Davani o'tiribman. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kuningiz, ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir xayrli yoshingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Tashakkur. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Sizlar ham niyatingizni yetinglar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Onajon, o'zimni tanishtiraman. Ayni fursatlarda yaqinlarim uchun tabriklarim loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kuningizda sizga yetkazishimiz kerak bo'lgan ajoyib tabriknomamiz bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Qizlarim, nevaralarimdir. Mashalloh. Albatta. Menim nevaralarim, qizlarimdir. Sizni juda yaxshi ko'ruvchi qizingiz Gulbahor opamiz, O'g'ilxon opa, Sevinchxon opa, Nazokatxon opa, nabiralaringiz Sevinchxon, Diyonaxon, Navbahor, Jasminaxon, Sog'diyonaxon va barcha yaqinlar tomonidan qabul qilgaysiz. Rahmat. Tashakkur. Qanjolari sog' bo'lsin, nevaralarimni, qizlarimni. Ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin aka. Bakka nevaralarimni to'ylarini ko'rishni nasib qilsin. Ilohim. Amin. Mehribon onajonim, siz duo qilar ekansiz, inshaalloh barcha farzandlaringiz mukammal go'zal hayot egasi bo'lishadi. Zeroki sizdek onajonlarini, buvijonlarini duolari oltinga tengdir. Ana endi ijozat bersangiz, mana shu mehribonlaringizni sizga atalgan tabrik so'zlarini Alloh qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, rahmat. Tashakkur, rahmat sizga ham. Ilohim, dilujoningiz bilan tinglaysiz degan umiddaman. Rahmat. Assalomu alaykum bizning mehribonimiz. Doimo har qanday holatimizda ham qo'llab-quvvatlaydigan, biz uchun borini berishga tayyor mehribon onajonimiz, ya'ni buvijonimiz. Sizni dunyodagi eng yaxshi insonsiz. Siz biz uchun oddiy ona emas, balki hayotimizdagi eng buyuk insonimizsiz. Bizga saboq bergan, doimo qo'llab-quvvatlagan, har bir qadamimizda yo'lboshchi bo'lganingiz uchun qalbimizdan chuqur rahmat aytamiz. Sizning mehribonlik va fidoiyligingiz olamga tatigulik buvijon. Agar dunyoda eng ideal inson bo'lsa, biz uchun bu sizsiz, insonimizsiz. Sizni bolaligimizdan buyon kuchli, dono va mehribon inson sifatida ko'rib kelamiz. Har doim yonimizda turganingiz, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatganingiz va har qanday vaziyatda ham ishonch bildirganingiz uchun cheksiz rahmat. Sizning ishonchingiz bizni yanada kuchliroq, matonatliroq va hayotga bo'lgan muhabbatimizni oshirgan. Bugun hayotimizda qanday natijalarga erishgan bo'lsak, barchasining ortida sizning mehnatingiz, mehringiz va sabr toqatingiz turibdi. Siz bizga nafaqat yashashni, balki chinakam inson bo'lishni o'rgatgansiz. Mehribonim, onajonim, buvijonim, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizning sog'lig'ingiz, baxtingiz va tinchingiz, xotirjamligingiz biz uchun eng muhim narsa. Har doim yonimizda bo'ling. Uzoq yillar davomida baxtli yashang. Mehribonimiz, hamisha o'zingizni ehtiyot qiling. Sizga barcha samimiy tilaklarni tilab qolamiz deya barcha nabiralaringiz hamda Gulbahor qizingiz ushbu satrlarni siz uchun yo'llabdilar. Rahmat, anjolari sog' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Ular ham qizlarini baxt kamolini ko'rishlik nasib qilsin hammasiga. Amin. Aytganingiz kelsin, rahmat sizga ham. Har doim shundayin farzand va nabiralar baxtiga sog'i omon bo'ling. Ana endi sizni yaxshi ko'ruvchi mehriboningiz mana shu dilbandlaringizni yana bir she'riy nomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasak maylimi? Mayli, rahmat. Siz ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Amin. Ilohim niyatlaringizga yeting, nima niyatingiz bo'lsa. Ilohim. Aytganingiz kelsin, rahmat onajon. Dilujoningiz bilan tinglaysiz degan umiddaman. Rahmat. Onamga tashvishim aytib nolibman.
Goh oromini buzib orom olibman. Dunyoga berilib bilmay qolibman. Onamning sochiga oqlar tushibdi. O'zimni oqlashga bahonam ishlar, o'tkinchi shon shuhrat, soxta olqishlar. O'tib ketibdi qancha yoz qishlar, onamning sochiga oqlar tushibdi. Ba'zan yo'lim kutib tinchi aribdi, aytmayin sog'inib jim axtaribdi. Men tez ulg'ayibman, u tez qaribdi. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Kun o'tdi goh do'st goh g'anim bilan, mast bo'lib jononga yoqqanim bilan, ko'rmabman har kuni boqqanim bilan, onamning sochiga oqlar tushibdi. Kimlar uchun yeldim, yugurdim, chopdim, qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt topdim. Yugurib qora soch onam yo'qotdim, onamning sochiga oqlar tushibdi. Deyosh bajoyib she'riy nomani ham siz uchun yo'llabdilar. Rahmat, rahmat, tan jonlari sog' bo'lsin. Hamisha ham ro'za hammasi umrlari uzoq, rizqlari ulug', bola chaqasini rohatini ko'rsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Onajon, mana shu farzandu nabiralaringiz uchun qayg'urib, o'zingizdan-da ko'p ularga mehr ulashib, vaqtingizni ajratib, ularni asrab, avaylab, qo'lingizdan kelganicha ular uchun boringizni berib, a'lo darajada onalik vazifasini bajarganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodati va yaxshiliklari bilan siylasin va har doim mana shunday mehribonlaringiz, dilbandlaringiz ardog'ida yuring va ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Qizlarim ham hammasi bola chaqasini rohatini ko'rsin. Ilohim. Amin. Aytganingiz kelsin. Onajon, bugungidek ayyomingizni unutilmas chiroyli holatda o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat, mingta roziman. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim, rahmat sizga ham. Alloh rozi bo'lsin.